Mana jo'ja tuxumni yorib chiqadi. Bir o'ylab ko'rganmisiz, qaysi kuch bilan yorib chiqadi? Jo'ja tuxumni ichida shu jo'ja bo'lib shakllanib bo'ldi. Tuxumni po'chog'ini teshib chiqishlik bu jo'ja uchun oson ish emas bu. Haqiqatan oson emas. Lekin Alloh taolaning ihsonini qarang. Mana shu jo'jaga tumshug'iga bir o'simtani berar ekan, ignadek o'tkir, ignadek mustahkam. Teshib olib tashqariga chiqishligi shu o'simta tortilib qurib yo'g'ib ketar ekan. Bo'lmasa bittadan chaqib o'tirishga ko'radi inkubatordagi akalar. Inkubator bo'lsalar bittadan teshib chiqish kerak. Bor, teshib chiq deydi. Nechta teshib chiqding? 10 ta teshib chiqdim. Boshiga urib qo'ymadingmi teshyapti? Yo'q. Ha, toshni ezib qo'yadi boshini. Biqinini teshib qo'yadi, yina bilan teshsak, lekin Allohning ihsonini ko'ring-da. Biz o'ylab ham ko'rmaymiz Alloh taolaning bunaqa bir ihsoni borligini. Ukalar, yoshligida mehnat qilib qo'yinglar. O'rta yoshga yetganda huzur halovat, qaraganda yetganda rohatga chiqishligi uchun. Agar ukalar hozir rohat degan narsadan foydalanib qo'ysalar, mehnat mashaqqat qaraganinglarga qoladi. O'shuning uchun eskilarning duosi bor. Omi sodda odamlarni yoshligimdan bergan mehnatni qaraganimda bergin. Ertadan turasiz a? Do'konga borib ishing bor, do'koning bor, oladigan oyliging bor. Maza qilib yo'qlab turadi. Ochaymi, ochmaymi? Havoga qaraydi. Mana shu yelkasiga shayton o'tirib olgan odam. Birodar, sen ertalab uyingdan chiqqaningda bismillah deb ibodat bilan mashg'ul bo'lyapsan hozir. Chunki shu mehnatni qilishing, shu tirikchilikni qilishing, shu pulni olib topishlik uchun ishlashliging ibodat bo'ladi. Hayot arzimaganligi sababli juda ham qisqa. Shuning uchun mana shu qisqagina hayotingni birodar bekorchilikda o'tkazib yuborma. Ey yoshlar, yo ilm olinglar, yo hunar olinglar. Yoshlikni bekorlik bilan o'tkazmanglar. Yoshlik ham qisqa. Yoshlikni bekorchilik bilan o'tkazmanglar. Agar yoshlikni huzur halovat bilan, bekorchilik bilan, o'yin kuni bilan rohat bilan o'tkazsanglar, qaraganinglarda